Endi ham shoshilmasangiz bo'lmaydi. Motoblokni yarim narxiga tarqatib oryapmiz. Ko'rib turgan motoblogingiz 15 ot kuchli benzinli motoblok. Boshqa joylarda 9 ot kuchli motobloklarda sotilayotgan puliga bizdan kelib mana shu 15 ot kuchli motoblokni olib ketsangiz bo'ladi. Ahamiyat berasiz. Starter kalitda yuradi. Katta Damas akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Yoqilg'i turi 15 ot kuchli benzinli motor bilan jihozlangan. Korobka qismi 450 litalik korobka bilan jihozlangan. Mana shu 15 ot kuchli motoblokda 9 ot kuchli motoblokni puliga atiga 5 million 900 ming so'mdan tarqatib yoramiz. Atiga akalar 10 kun ichida kelib, bemalol bizdan mana shu motoblokni 5 million 900 ming so'mdan olib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari motoblokning narxi arzonligiga qaramasdan do'konimizda hali ham bonuslarimiz ketyapti. Bonus deganimiz hamma joylarda mana shu benzapilani yaxshisi, originali deb 700 mingdan 1 milliongacha sotilayotgan mana shu benzapilani biz hali ham tekinga tarqatyapmiz. Ahamiyat berasiz. Boshqa joyga borib pulga benzapila sotib olmaysizda, bizni do'konga kelib shu ko'rib turgan benzapilangizni tekinga olib ketsangiz bo'ladi. Motopilamiz rossiyskiy brendga tegishli, sepstrellalari eng xadovoy bo'lgan 32 talik modeli. Gilzalari katta 5800 gilza bilan jihozlangan. Ko'rinishlariga ahamiyat bersanglar, teva tomonlari shishali qilib ishlangan original motopilani biz tekinga tarqatib yoryapmiz. Aytib o'tganimdek 10 kun ichida kelib tekinga olib ketsanglar bo'ladi va qandoq qilib o'zi tekinga olamiz degan akalarimiz hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib hoziroq omad deb yozib qo'ying va bizni do'konimizga kelganingizda mana shunaqa benzapilani tekinga olib ketsangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, faqat to'liq ma'lumotini beraman. Xo'p, birinchi sizlarga motobloklarimizni tanishtiramiz. Ahamiyat bersanglar, bu ham 15 ot kuchli benzinli motoblok. Narxi aytganimdek 5 million 900 ming so'm. Yonida turgan motoblok ham 15 ot kuchli benzinli motoblok, lekin buni narxi 7 million 800 ming so'm akalar. Nima uchun ikkalasi ham bir xil motoblok, lekin narxi qimmat deganlarga hozir isbotlab ma'lumotlarni beramiz akalar. Birinchi arzon modelidan boshlaymiz. Narxi haqiqatan ham realni juda ham arzon chiqqan. Motoriga ahamiyat bersanglar, 190F motor 15 ot kuchli akalar, 15 ot kuchli katta motoblok. Boshqa joylarda 9 ot kuchli starter kalitda yuradigan motoblokda ham 6 milliondan 6,5 milliongacha sotilyapti. Lekin biz 15 ot kuchli mana shu katta motoblokni 5 million 900 ming so'mdan tarqatyapmiz akalar. Xo'p, oldi tomonda juda ham chiroyli qilib ishlangan LED faralar bilan jihozlangan. Yurish qismi xohlang zavodnoyda tortib yurg'izing, xohlang starter katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan kalitda bosib yurg'izing. Rollari uzun qilib ishlangan bo'ladi. Korobka qismi 450 talik korobka qo'yilgan. Orqa tomonida qishloq xo'jaligi vom joylashgan. Bunga suv nasos, karsir apparatlari hamda o't o'radigan jatkalarni ham qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Narxini aytib o'tdim. Komplektda freza, tormoz, dokument, kulich va shu narsalari bilan atiga 5 million 900 ming so'mdan 10 kun ichida kelib bizdan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, undan tashqari ukam menga 15 ot kuchli bo'lsin, lekin eng zo'ri hamda eng baquvvati bo'lsin degan akalar, bu tomonda xuddi shu 15 ot kuchligimiz, motori 15 ot kuchli, lekin korobka qismi 650 talik katta usulli korobka. Bu motoblogimizning korobkasiga qaraganda teng baravar pashti kattaroq 650 talik korobka qo'yilgan bo'ladi. Shuni hisobiga motor 15 ot kuchlik, korobka 650 talik bo'lganini hisobiga motoblok ancha bunga nisbatan baquvvat ishlaydi. Даже 15 ot kuchli Solarisli motobloklarda juda ham baquvvat ishlab beradi akalar. Xo'p, motorlar buni ham ko'raverasiz. 190F motor, starterlar bilan jihozlangan, Damas akkumulyatorlar qo'yilgan. Xohlang kalitda, xohlang tortmada zavodet qilsangiz bo'ladi. Benzin baki buniki 5 litrlik bo'ladi. 1 soatiga bunga nisbatan buni rasxod qismi ancha kam, chunki bu 650 talik korobkaliga karburator qismini original karburator qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Original karburator qo'yilganligini hisobiga
buni benzin rasxodi unisiga nisbatan bunda ancha kam benzin rasxod qiladi. 1 soatiga 700-800 grammdan benzin rasxod qiladi akalar. Xo'p, bundan tashqari akalar, skorslarni aytib o'taman. Skorslari oldiga 2 ta, orqaga bittadan zadning xodlari bilan jihozlangan bu motoblogimizning narxi atiga 7.800.000 so'mdan kelishtirib kamini qilib beramiz. Boshqa joylarda mana shunaqa 15-6 kishilik motoblogni narxini solishtirsanglar 8 million, 8,5 milliongacha sotilyapti. Bunaqa katta 650 talik katta korobkaligini. Lekin biz bu motoblogni 7.800.000 so'mdan kamini qilib kelishtirib berib yoramiz. 10 kun ichida kelsangiz bonuslarigacha, mana shunaqa bonuslarni ham hozir oxirida tushuntiraman videoni. Bonuslari bilan shu narx ichida olib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, narxini aytdim, 7.800.000 komplektda freza, tormoz, dokument, ключ 1 yil garantiya bonuslarigacha bor. Xo'p, orqa tomondagi pulugimiz addenni, xohlang bu bilan komplekt qo'shib xarid qilib olsangiz bo'ladi, sotib olsangiz bo'ladi. Xohlang motoblogingiz bo'lsa addenni sotib olsangiz ham bo'ladi. Bu puluk xohlang o'ng balon diziga ko'rishingiz mumkin, xohlang chap balon diziga o'tadi va turpoqni xohlasangiz o'ng tomonga, xohlasangiz chap tomonga otib beradigan universal puluk hisoblanadi. Xo'p, bu pulugimizning narxi 400.000 so'mdan 900.000 so'mgacha har xil modellari bor akalar. Videoga hali ham like qilmagan bo'lsanglar, hoziroq shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib hoziroq omad deb yozing va bizning do'konimizga kelib, mana shu yerda turgan 100 xildan oshiq motoblogni bittasini o'zingiz uchun sotib oling va motoblog sotib olganingizdan keyin mana shunga o'xshagan benzopila, elektropila, svarka apparat, bolgarka apparat, drill, ключ nabor, shunga o'xshagan 100 xildan oshiq instrumentni bittasini tekinga olib ketsangiz bo'ladi. Aytib o'tganimdek, tekinga olish sharti shu videoga hoziroq bitta like bosib, kommentga omad deb hoziroq yozing va bizning do'konimizga kelib, shu yerda turgan bironta motoblogni o'zingiz uchun sotib oling va motoblog sotib olganingizdan keyin do'konning ichiga kirib, do'konning ichida mana shu omadli barabanimizni aylantiring. Bu omadli barabanning ichida hozir sizlarga ko'chada ko'rsatgan benzopila, elektropila, shurpayor, ключ nabor, shunga o'xshagan instrument hammasi shu barabanda joylangan. Do'konga kelasiz, motoblog sotib olasiz, kirib shu barabanda aylantirasiz va bu barabanda aylantirganingizda ko'chada ko'rsatilgan benzopila tushsa benzopila beraman, elektropila tushsa elektropila, shurpayor tushsa shurpayor, bolgarka tushsa bolgarka, drill tushsa drill. Nima sovg'a tushsa xuddi o'sha sovg'ani beraman tekinga. Shuni hisobiga videoga like bosib, kelib bizdan instrumentlarni tekinga olib ketishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.